Minecraft. Agar men yashil rangni tegsam, men o'laman. Va bu videodagi maqsadim 9 ta temir topib, to'liq temir blok yasash. Xullas, mana challenge-ni ham boshlab oldik. Boshlanishiga ozroq bloklar va daraxt qazib olishga qaror qildim. Albatta, yetarli miqdorda qazib olishimiz bizga challenge-imizni oson qiladi. Bundan keyin esa men verstak, kirka, shunga o'xshash kerakli narsalarni olib oldim. Va shunchaki yerga qarab qazib ketishga qaror qildim. Ammo ozroqdan keyin fikrimni o'zgartirdim, chunki bu juda ham ko'p vaqt olardi va omadimiz kelmasligi ham mumkin. Shundan keyin esa men uzoqdan uzoq bo'lgan sayohatimni ham boshlab oldim. Albatta, yo'ldagi yashil narsalardan ehtiyot bo'lgan holda. Daryoga yetgandan keyin esa men yana bir joyni topdim va baribir tavakkal qilishga qaror qildim va aynan shu yerda men o'zimga kerak bo'lgan temirlarni topib oldim. Albatta, juda ham omadliman. U yerda temir juda ko'p edi, ammo men faqat bizga kerakli bo'lganlarni oldim va aynan shu vaqtda mening versagim va pechkam qayergadir yo'qolib qolganini sezdim va shunday qilib daraxt olish uchun yana ozroq blok qo'yib, temirlarni eritish uchun pechka ham yasab oldim. Ozroq kutgandan keyin esa menga kerakli bo'lgan temirlar tayyor bo'la boshladi. Va barcha 9 ta tayyor bo'lgandan keyin esa challenge-imiz bajarildi.